Mavsar Yevloyev Aaron Pikoga qarshi jang qilishi mumkin UFC'da va bilasizlarmi, Yevloyev hozirda Habib Nurmagomedovni shu Conor bilan bo'ladigan janggacha bo'lgan etapdagi muammolari hozirda Yevloyevda uchrayapti. Bu gapimni Instagramdan qaytargan edim va bu yerda ham qaytaraman. Shundan boshlayman, chunki bugungi qiladigan videoyimda juda ham haqiqatdan ham MMA muxlislarini ranjitishi mumkin bo'lgan so'zlar bo'ladi. Do'stlar, bitta narsa, ko'pchiliklaring MMA muxlisisizlar, lekin hammamizga ham stoykada bo'ladigan zarbalar almashinuvi yoqadi. Va biz ko'proq mana shu narsani xohlaymiz, lekin Yevloyev o'zining stiliga sodiq qolyapti va provokatsiyalarga uchmagan holatda o'zini yo'nalishini davom ettiryapti. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborishni xohlaydiganlar uchun Yubor ilovasini tavsiya qilaman. Yubor ilovasida siz yaxshi kurslarda dollar yoki rublda unga pul yuborishingiz mumkin, yoki so'mda yubormoqchi bo'lsangiz, Uzkart yoki Humo kartga past foizlarda bemalol pul yuborishingiz mumkin bo'ladi. Yubor ilovasini siz App Store yoki Google Play dan skachat qilib olishingiz mumkin, yoki kommentariyaga, videoni kommentariyasiga o'tamiz va o'sha yerda silka orqali o'tib skachat qilib olasiz. Hammaga Yubor ilovasini tavsiya qilaman. Yubor. Topganingiz barakasi bilan. Va u partiyada haqiqatdan ham zo'r ishlaydi, lekin oddiy MMA muxlisi uchun u MMA bilan shug'ullanmagan, MMA ni ko'rmagan, qanaqadir shug'ullanishligini bilmaydi, taktika nimaligini bilmaydi. Lekin oddiy janglarni ko'rib maza qiladigan muxlis uchun bu janglar biroz zerikarli, tan olaylik do'stlar. Partiyada bo'layotgan qanaqadir bir holatlar almashinuvi oddiy muxlis uchun zerikarli bu narsa. Bu narsani tan olishimiz kerak. Va shuning uchun ham Yevloyevning muxlislari unchalik ko'p emas. Uni zerikarli jangchi deb hisoblashadi. Ko'pchilik jangchilarning mana shu narsa karyerasini buzilishiga sababchi bo'lgan. Nima? Yevloyev muxlislarim meni qanaqadir nima deyiladi, meni yomon ko'rib qolishyapti, men zarbalarga ko'proq ishlashim kerak deb xato qilib, o'zini stilidan uzoqlashib, stoykada ishlab, keyin yutqizib qo'yayotgani yo'q. O'zining stiliga sodiq qolyapti, xuddi Habib Nurmagomedovdek. Va mana shu stilda chempionlik darajasigacha bormoqchi. Do'stlar, bilasizlarmi? Siz zerikarli urushasizmi, qiziq urushasizmi? To'g'ri, zerikarli urushsiz chempionlik jangiga borishingiz qiyin bo'ladi, lekin chempionlik jangiga borib chempion bo'lganingizdan keyin hamma sizni hurmat qilishda, hamma sizni jangingizni ko'rgisi kelib qoladi. Masalan, Bilal Muhammad ham shunday edi. Juda ham zerikarli deyishardi, lekin chempion bo'lgandan keyin hamma uni jangini ko'rgisi kelib qoldi. Mana hozir chempionlikdan tushdi, yana hech kimga kerak bo'lmay qoldi Bilal Muhammad. Xuddi shunday. Bilasizlarmi, Yevloyev juda ham xavfli jangchi. Kardiosi bor, kurashi kuchli jangchi. Kardio va kurashi birlashgan jangchilar eng xavfli jangchilar hisoblanadi MMA'da. To'g'ri, zarbangiz kuchli bo'lsa zo'r, lekin kurashib sizni charchamaydigan jangchi eng zo'r sportchini ham charchatib qo'yishi mumkin do'stlar. Va Aaron Pico uni bo'lajak raqibi, Bellatorning top jangchilaridan biri va men uni bir vaqtlar ko'rganimda bu yigitni kelajagi juda ham baland deb o'ylagan edim, Bellatorda urushganini ko'rganimda. Chunki Bellatorda zo'r urushadigan jangchilar sanoqli, qiziq urushadigan jangchilar sanoqli. O'shalardan biri Aaron Pico edi. Va Bellator mana tarqagandan keyin UFC'ga o'tyapti va birinchi jangidanoq Mavsar Yevloyevni berishyapti. Aaron Pico boksdan zo'r natijalar qilgan, kurashdan zo'r natijalar qilgan, hamma narsasi bor, lekin oxirgi mag'lub bo'lgan janglarida u o'zini ham xuddi shunday muxlislarning aurasini qoplab oldi va o'zining stilidan, ya'ni taktikani o'ylab turib, u raqibni xatosini topardi va o'shandan keyin uxlatardi, raqibni yutardi. Lekin u muxlislarning provokatsiyasiga uchib, o'zining stilini unutdi, o'zining taktikasini unutdi va ko'p nokautlarga uchrab, yutqiza boshladi. Va bo'lajak yulduz bo'lish kerak bo'lgan yigit o'zidan o'zi yo'q bo'lib qolaydi va mana UFC uni tortib oldi va haqiqatdan 66 kilogrammga chiroyli to'ldirish bo'ldi Aaron Pico. Sizlar ham o'zlaringizda fikrlaringizni yozinglar. Aaron Pico va Mavsar Yevloyev jang qiladigan bo'lsa, kim g'olib bo'lishi mumkin? Erinmasdan kommentariy yozinglar va kanalda qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lganlar kommentariyada karta raqamlari turibdi. Marhamat. Qanaqa xohlasangiz shunaqa kanalni qo'llab-quvvatlanglar do'stlar. Hammaga rahmat.